Assalomu alaykum aziz qadrdon tandir o'choq usta muxlislari. Mana navbatdagi ishimizni Olmaliq shahrida Muhammad Ali akaning xonadonlarida tugatdik. Aka ishlarni qabul qilib olasiz. Fikrlaringizni obunachilarimizga chin dildan xolisona maqtash shart emas, o'zingiz fikrlaringizni aytib borasiz. Ishlarimiz sifatini, tutun tortishlarini, ekonomliklarini muxlislarimizga aytasiz. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Ishga to'xtaladigan bo'lsak, endi biz anchadan beri shu gruppani kuzatib, qanaqa qilib yurardik. Juda havas qilib, niyat qilib yurardik. Qurdiradigan bu ishtiyoqmandlari ham juda ko'p bo'lar ekan. Ozroq kutdik, lekin bunisini ham aytib o'tishim kerak, lekin arziydi. Mana ozgina kutdik, lekin yana bir bizga ma'qul kelgan tarafi g'ishini qayerdan olaman, granitini qayerdan olaman degan bizni izlashdan, muammolardan bizni ozod qildi. Yigitlarimiz ajoyib, hammasi yuk mashinada ortib, mixigacha hammasini olib kelib, mana shu chiroyli bir Komplekt holatda natija bo'ldi. Juda xursandman. Ma'qulmi aka sizga? Mana Juda yonishlari, qaynashlari, operator yaqinroq olib ko'rsatib yuborasiz. O'ta zo'r, go'zal holatda bo'lgan mana yonishlari. Bitta yaqindan ko'rsating mana. Negativlarni ichi ham mana shunaqa yonaversin. Birovga yomonligimiz yo'q, husumatimiz yo'q. Xolisona fikrlaringni ko'rib, baho berib qo'yasizlar. Ajoyib, ajoyib. Xudo xolasa mana. Bu yerda ham o't yonyapti. Like qarsa, like bosib qo'yasizlar mana. Endi yigitlarimiz o'zini to'g'risida ham bir ikkita gap to'xtalsam, haqiqiy Farg'ona vodiysini Beshariq tumaniga xos mard, o'zining ishining ustasi, professional yigitlar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu ko'rinishidan oddiyga o'xshab ko'rinadi. Buni hamma texnologiya ichida bo'lar ekan. Zamonaviy. O'zim guvohi bo'ldim. Ariqlar, kanallar juda ko'p, mashaqqatli ish. Juda ham men roziman, xursandman. Narx-navo hammasi ishiga xos mos keladi. Gap bo'lishi mumkin. Avvalambor aka sizga ham kattakon rahmat. Shunchalik bizga bemalol ishlashimizga sharoit yaratib berdingiz. Mana ro'za kunlarida ro'zaga sharoit yaratib berdingiz. Bizga bergan non tuzingizdan rozi bo'lasiz. Biz qilgan xizmatimizdan ming marta rozimiz. Shu xonadonda to'ylar bo'lsin, faqat yaxshi kunlar bo'lsin aka. Yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Xudo xolasa mana Olmaliq shahrida qilgiziraman deganlar bo'lsa, Muhammad Ali akaga mana bog'lanasizlar. Bemalol mana shu yerda ko'zlaring bilan ko'rib, amin bo'lishlaring mumkin. Qanday holatda videoda chiroyli chiqaveradi degan fikrlar ham bo'lishi mumkin. Bu shahar stilida bo'ldi mana. Ikkita qozon, bu yerda gaz plita bo'ldi mana. Shishali, zamonaviy gaz plitadan. Bu yerda uzun рабочий stolimiz. Bu yerda mana moykamiz. Xudo xolasa bular erta ustanovka qilinadi. Bular ham ishlatib qo'yiladi. Ko'ringlar, xolisona fikrlaringni bildiringlar. Kimki yaxshi niyat qilib mana shu ulug' kunlarda chin dildan niyat qilsa, Xudo xolasa sizlarning xonadonlaringga borib xizmat qilish bizga ham nasib qilsin. Kimki yaxshi niyat qilsa, albatta erishadi. Nima deysiz aka? Juda to'ppa-to'g'ri. Har bir o'zbek xonadonida bo'lish kerak bo'lgan deb o'ylayman. Juda milliy, zamonaviy tandir o'chog'imizga nima aytsin? To'ppa-to'g'ri. Men atrofda og'ayni, birodar, ulfat yoki qarindoshlar bilan buni atrofida o'tirib ovqatlanganga bersin, mehr-oqibat uzilmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun xizmatdamiz. Yangi ijodlar xudo xolasa navbatda ko'p. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'lasiz aka. Rahmat. Xo'p, rozi bo'ling. Rahmat. Xo'p.